Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun efirlarimizni Andijon shahar mebel bozoridan olib boryapmiz. Mana bir hoji akamizni yangiliklar chiqib qopti, stol-stullar sizlarga ilinib bir video qilaylik deb bir video qilyapmiz. Juda ham chiroyli ekan. Mana ikki komplekt juda ham yaxshi, o'ta a'lo darajada stol-stullari bor ekan. Bizga juda ham yoqdi. Shuni bir obzor qilib o'tamiz hoji akamizdan so'rab. Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? O'zingizsiz? Ha, mana bir YouTube kuzatuvchilarimizning mana shu stol-stullar yoqib qoldi aka. Toshkent fabrikasida ishlar. Aha. Metallar Turkiya. Aha. Ular haqiqiy Toshkent ishlab chiqarilgan fabrikasida ishlar. Aha. Xonlarimiz endi o'zimiz ishlaymiz bu xonlarni. O'ta go'zal fabrikni qilib olibsizlar xonlarni ham aka. Nechtalik bu stol-stulimiz? 10 talik. Razmerlari-chi aka? Razmerlari 280 ga 120. Aha. Ko'proq kerak degan nimalarga ko'proq qilib yo'lida qilib beriladi, xudo xolasa. Inshaalloh, Alloh razı olsun. 16 talik qilib beraveramiz. Aha. Summasi nech pul hoji aka bularni endi? Bularning summasini 1,5 ming dollar kelishtirib beramiz. Bizni sifatli mebellar degan yangi kanal aka, kanalimiz. Shundan deb agar telefon qilsa, bu obunachilarimizga, kuzatuvchilarimizga yo'lda qilib hoji aka skidkalar qilib berasak, xudo xolasa. Aha. Bunisi ham bir shuncha bersiz. Bunisi ham o'ta go'zal, chiroyli ekan. Bunisi ham yangilik, osonlar. Fabrikni ishlar, mana xonlarini ham bir maxsus. O'ta go'zal, a'lo darajada. Mana holatda boradi. Aha, buni ham razmerlari bir xil shu bilan. 310 ga 120. Aha. Bu ham 10 talik, 12 talik, 14 talik qilib beraveramiz. Aha. Hozir bu holat 10 talik a? Bu holat 10 talik. Fabrikning holatda bu. Fabrikda 10 talik bo'ladi aka. Aha, stulni qo'shish imkoniyati bor. Qo'shish imkoniyati bor. Xonni ham cho'zish imkoniyati bor. Aha. Aytasizlar. O'zi ham chiroyli. Aha. Endi hoji aka, buni ham summasi shunaqami yo buniki? Summasi buniki xona juda uzunligi sabab 1600 deb nima qilamiz, kelishtirib beramiz. Aha. Sizni kanalingizdan chiqib menga telefon qilsa, kelishtirib beramiz. Hamma yo'lda kelishamiz. Alloh razı olsun. Hoji aka, mana bu sal yengilroq nimadan? Bular 100 foiz yong'oqda bo'lgan. Mana taylargacha endi qilib qo'yamiz mana. Ko'rishib olaveradi, tekshirib, ko'rishib olaveradi. O'ta chiroyli, a'lo. Bular 12 talik. 12 talik xonlari endi xon taxta bo'ladi. Materiallari ham turetskiy materiallar bo'lgan. Arxoldi gullarni bir xil keltirib beramiz mana shunaqa. Chiroyli ishlabsizlar. Qo'lingizlar dard ko'rmasin. Qanaqa rangda bo'lsa, xonasiga qarab nechtalik bo'lsa qilib beraveramiz. Mana bu oq posoni. Buni ham ko'rsatib. Buni razmerini nima qiling? 20 ga 120. Aha. 12 talik ekan bu ham. Xon taxta bo'ladi. Buni ham 14 talik, 16 talik. Qo'shsak bo'laveradi stullarni. Qilib beraveramiz. Summasi qanaqa buni hoji aka? Buni summasini 7,5 million. 7,5 millionga chiqaveradi. Aha. Buni ham kelishtirib beraveramiz. Ha, kelishtirib. Bo'ldi, bo'ldi. Endi mana biz yangi kanal ochganmizda, bizni rivojlanishimiz uchun jindi yo'q. Aha. 8 million narx aytamiz mashina. Aha. Sizni buningizga chiqib kanalingizda 7,5 million narx aytyapti. Shundan ham kelishtirib beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Hoji aka, rahmat, Alloh razı olsun. Mana oq osonlari bor buni. Aha. Bular ham yong'oqmi? 3D bosan, yong'oqda qo'ygan. Taylargacha endi qilib qo'yganmiz mana. Ko'rib tekshirib olaveradi. Rezinkalarigacha qo'yib qo'yganmiz mana shularni. Bo'ldi, bo'ldi aka. Xon taxta bo'lmaydi. Xon taxta bo'ladigan posani ham qilib beraveramiz. Xon taxtasini almashtirib beraverasiz. Ha, smalali. Tagi smalali ekan buni. Aha. 3D posan. 3D, Materiallarni o'zgartirib beraveramiz buni. Rangini o'zgartirish iloji imkoniyati bor. Pardasiga qarab o'zgartirib beramiz. Bu qimmat ishlarni ham shunaqa qilaveramiz. Bo'ldi aka. Endi hoji aka, bularni olish uchun o'zingiz nomeringizni qoldiramiz. Men nomerim aytsangiz nomeringizni. 93lik
Aha. 209 Aha. 00 Aha. 81. Aha. Yana bitta o'g'limnikini ham yozib olaversin. Aha. 88lik Mhm. 054 Mhm. 11 Mhm. 01. Shu Rahmat. nomerlarga telefon qilib